Buxoro bu nom tilga olinganda ko'z oldimizda ko'hna tarix, ulug' allomalar, betakror me'moriy obidalar va buyuk Ipak yo'li gavdalanadi. Markaziy Osiyoning eng qadimiy shaharlaridan biri bo'lgan Buxoro asrlar davomida ilm-fan, madaniyat va savdo-sotiq markazi sifatida dunyoga tanilgan. Tarixiy manbalarga ko'ra, Buxoro hududida shahar hayoti 2000 yildan ham avval shakllangan. 6-8 asrlarda u Buxor Xudotlar davlati poytaxti bo'lsa, 9-10 asrlarda Somoniylar davrida o'z taraqqiyotining eng yuksak bosqichiga erishdi. Aynan shu davrda Buxoro islom olamining eng yirik ilmiy va madaniy markazlaridan biriga aylandi. Bu muqaddas zaminda dunyo ilm-fani rivojiga ulkan hissa qo'shgan ko'plab buyuk siymolar kamol topgan. Abu Ali ibn Sino tabobat ilmini yangi bosqichga olib chiqdi. Tarixchi Abu Bakr Narshahiy Buxoro tarixini qog'ozga muhrladi. Rudaki, Daqiqiy, Ahmad Donish va Sadriddin Ayni kabi allomalar esa o'z asarlari bilan jahon madaniy merosidan munosib o'rin egalladi. Xo'sh, Buxoro nomi qanday paydo bo'lgan? Bu borada olimlar o'rtasida turli qarashlar mavjud. Eng mashhur taxminlardan biriga ko'ra, shahar nomi sanskrit tilidagi vihara so'zidan kelib chiqqan bo'lib, u ibodatxona yoki monastir ma'nosini anglatadi. Ayrim tadqiqotchilar esa bu fikrni qo'llab-quvvatlamaydi va nomning suxt tiliga oid ekanini ta'kidlashadi. Demak, Buxoro nomining kelib chiqishi hanuzgacha ilmiy bahs va izlanishlar mavzusi bo'lib qolmoqda. Asrlar davomida Buxoro turli xalqlar va sayyohlar tomonidan turlicha nomlar bilan tilga olingan, biroq uning nufuzi va qadri o'zgarmagan. Bugungi kunda ham Buxoro o'zining tarixiy obidalari, boy madaniy merosi va betakror qiyofasi bilan nafaqat O'zbekistonning, balki butun dunyoning e'tiborini tortib kelmoqda. Ko'hna Buxoro bu shunchaki qadimiy shahar emas, u ming yillik tarixni, ilm-ma'rifatni va ajdodlarimizning bebaho merosini o'zida mujassam etgan noyob maskandir.